Man Amirdinov Mamatqul, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidanman. Yaqinda prezidentimiz televizorga chiqib shu nima bo'lsa ham buni qulog'imiz bilan eshitdik, o'zimizdan ko'rdik. Shu avgust sentyabrgacha shu nima qilib turinglar. Qani byudjetda puli? Byudjet bu xalq xazinasi. Ushbu xazinani xalq o'z mehnati bilan yaratadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligida qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish chora-tadbirlari bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. Fermerlar yeri deymizda, endi asli xalq yeri-ku. Mana ko'ramiz bilan bitta sezon o'tdi. Hurmatli hokim Jamshidjon, biz oldin maktabda o'qiganimizda ish qurollari bilan отдельно mehnat darsi bo'ladi. Bugungi kunda men o'zimni nevaralarim bilan sanab ko'rdim, birontasi bilmaydi. Bozorimizda sun'iy narxlarni oshishini oldini olish. 4-5 gektar yerda 20 million pul bilan obod qilsa bo'lar ekan. Siz o'zi asli sizni vakolatingiz bilasizmi? Vazirliklarga komanda berish. Ishlayapmiz. Bu bo'yicha fermerlarimiz отдельно ishlayapti. Rejalarimiz bor degan javoblarni qilmanglar menga. Assalomu alaykum vatandoshlar. Men Amirdinov Mamatqul, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidanman. Mirzo Ulug'bek mahallasi Payshan shaharchada istiqomat qilaman. Bugungi kunda Moskvadaman. Moskvada taksi faoliyati bilan shug'ullanaman. Xudoga shukr, daromadlarim o'zimga yarasha. Men murojaatim Davronjonni bu YouTube kanali orqali murojaatimni yo'llashni iltimos qildim. Rahmatli tumanimizda hokimlari bo'ladi, o'tib ketdilar. A'zamxon Usmonovich o'sha kishini davrida bir fikrlarni bildirdim. Men shu mahalla bilan birga, mahalla faollari bilan birga, mahallaning fuqarolari bilan birga bug'doydan bo'shagan qishloq xo'jaligi yerlariga fermerlar yeri deymizda, endi asli xalq yeri-ku. Mana shu yerga hashar yo'li bilan ikkinchi takroriy ekinni ekish, o'sha mahallani fuqarolari bilan birga hashar yo'li bilan shuni taklif qilganimda A'zamxon Usmonovichga juda ma'qul kelib, davay bug'doy o'rimi boshlanishi bilanoq menga kelib uchrashasan, shu to'g'risida rejalarni tuzib olamiz. Keyin shu bo'yicha harakat qilamiz. O'zim boshda turaman bu ishda dedilar. Rahmatli. Endi men ham ishlar bilan bo'lib Moskvaga kelib, unda katta mashina furayda edim. Shunaqa qilib menga ham to'g'ri kelmadi ko'p bu ishni dalsha orqasidan qo'yish. Mana shu hozir shu oxirgi shu bug'doy o'rimi, shu yilgi bug'doy o'rimi boshlanishidan oldin Kattaqo'rg'on tumani hokimiga endi mana murojaat sifatida sizga aytayapman. Men telefoningizni topib, telefon qilib sizga tushuntirdim bu gapni. Mana shu bug'doy o'rimi boshlanadi yaqinda. Shuni yerda ajratsangiz, men ozgina hissamni qo'shaman, sarmoya beraman, xayriya sifatida degandim. Siz eshitib ma'qullagan odam bo'ludingiz. O'sha Payshan shaharchasini, Qibla mahallasini mahalla raisi Aktam aka, mahallakom Aktam aka ham ma'qul keluvdi. Aktam akani mahallasidagi fuqarolar davay deb, yaxshi fikr deb qo'llab-quvvatladilar. Siz men Aktam akaga aytganimda, Aktam aka borib uchrashgan sizga. Aktam aka ish bo'yicha siz bo'ldi o'zim yerda ko'raman, aytaman degansiz. Telefonda menga ham bo'ldi ko'ramiz degansiz. Ana ko'ramiz bilan bitta sezon o'tdi. Hurmatli hokim Jamshidjon. Familiyangizni bilmayman, endi ismingizni bilaman. Bitta anaqa o'tdi, sezon o'tdi. Xo'sh, endi hozir murojaat qilishimdan maqsad mana shu vaqtida meni murojaatimni, Aktam akani murojaatini, taklifimizni ko'rib chiqmaganingiz uchun men YouTube orqali murojaat qilishga majbur bo'lyapman. Ariza sifatida qabul qilasiz buni. Ariza sifatida qabul qilib, shu ariza bo'yicha ishlaysiz. Yo'q degan javobni olib tashlaysiz. Yo'q degan javobni umuman ishlatishni o'ylab ham ko'rmang. Bu xalqni manfaatiga bo'lyapti. Shu bilan birga biz Xudo xolasa o'zimiz band qilamiz. Har yili prezidentimiz qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish, qish-kuz mavsumida oziq-ovqat tanqischiligini oldini olish maqsadida qarorlar chiqaradilar. Yaqinda prezidentimiz televizorga chiqib shu nima bo'lsa ham
buni qulog'imiz bilan eshitdik, ko'zimiz bilan ko'rdik. Shu avgust sentyabrgacha shu nima qilib turinglar. Bir tirikliklarni shu qanday qilib tishlarini qo'yib turinglar. Undan keyin yaxshimi bitadi hamma yo'q. Biz prezidentimiz shu gapini eshitdik. Undan baqa endi vaqtimiz choq endi ajo emas. Sentyabr yo avgustga borib narx-navo pasayib tag'in yaxshi bo'lib ketsa. Endi hozir bizniki yangi deydi shu. Mana undaqangi ko'p davlatlar bilan aloqa qilyapmiz deydi, hamma yo'q yaxshi bo'lib ketadi deyapti. Prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligida qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish chora-tadbirlari bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. So'nggi yillarda bu soha tarkibiy jihatdan isloh qilinib, samaradorlikni oshirish choralari ko'rildi. Paxta va g'alla maydonlari qisqartirilib, oziq-ovqat mahsulotlari uchun ajratildi. Mana shu qarorlarga ko'makdosh bo'ladi pichi. Misol uchun uyimizda farzandlarimiz bekor qolmaydi. Qo'liga biri lapotkani, biri kitmonni olib chiqadi hasharga, chopig'iga chiqadi, boshqasiga chiqadi. Shu bahona kitmon nima, o'roq nima, bolta nima o'rganadi yoshlarimiz. Kelajak avlodlarimiz bilmaydi bu narsalarni. Biz oldin maktabda o'qiganimizda ish qurollari bilan отдельно mehnat darsi bo'ladi. Bugungi kunda men o'zimni nevaralarimni sinab ko'rdim, birontasi bilmaydi. Даже kichkina o'g'lim bilmaydi. Shuning uchun Jamshidjon hozir bu bitta muammo, mani muammo emas. Muammo emas bu. Bu jamoatchilik o'zimiz band qilish bilan, oziq-ovqat tanqisligini oldini olish bilan bozorimizda sun'iy narxlarni oshishini oldini olish, chayqovchilarni oldini olish, olib sotarlarni oldini olish asosiysi. Yoshlarimiz ish bilan band bo'ladi. Shu maqsadda men murojaat qildim. Men bu taklifimni bir 4 yil, 5 yil oldin qishloq xo'jaligi vaziriga ham telefon qilib, telefonda aytganimda, o'shanda ham o'sha odam ham ma'qulladi. Qishloq xo'jaligi vazirligini, qishloq suv va xo'jalik vazirini takroriy ekin ekish departamentini boshlig'i Ibodillo Kimovich edi, bilmayman, esimdan chiqib ketdi. Meni shu fikrim u odamga ma'qul kelib, o'shanda men nima uchun chiqdim? Men o'shanda ham fermer, o'shanda siz fermer uyushmasining raisi edingiz. Endi esimga keldi. Fermerlar uyushmasining raisi edingiz. Men hokimiyatga ariza bilan murojaat qilganimda, hokimiyatdan arizani qimillatmadilar. Keyin men bu Ibodillo degan o'sha departament, takroriy ekin ekish departamentining boshlig'iga chiqqanimda, men nima qilishim kerak deganda, men aytdim, men shu hokimiyatdan arizam dalshi siljimayapti deganimda, u odam telefon qilganmi, aytganmi, undan keyin nimaga o'tgan? Siz o'shanda qishloq xo'jaligi vaziri, nima edi bu? Fermerlar uyushmasini boshlig'i edingiz. Xo'sh, o'shanda sizga o'tgan bu. O'tgandan keyin siz uni bitta fermerga bog'lagansiz. Fermer takror Amirdin Mamatqulning murojaati bo'yicha yer ajratildi. 2 yilda menga uyimga xatlar keldi. Lekin hech qanday yerlar ajratilmagandi. Men keyin u yolg'on ma'lumotlar uchun tuman prokuroriga berdim. Tuman prokurori keyin bu ishni o'rganib chiqsa, boyagi fermer jazolash uchun o'zini bitta nimasini, nima edi oti, bir xodimini ishdan bo'shatganimishda. Mana qanaqangi maynavatchilik bo'lgan. Shuning uchun dalshi bo'lish ketmaylik. Shuning uchun siz hozir meni murojaatimni ariza deb qabul qilib, mana shuni ustida o'ziz jamoangiz bilan birgalikda ishlab, Timboli fermer uyushmasidan chiqqansiz, hammangiz shunasiz. Bizaga bir 4-5 gektar yerni hozirdan ajrating. Itta bahorda mana kuzda ajratmadingiz-ku. Kuz deyman, bug'doydan bo'shagan yerda ajratmadingiz-ku. Endi siz mana itta bahordan, mana shu YouTube chiqqandan keyin siz birdan amalga oshiringda, yerda o'sha bizani Aktam akani mahallasiga yaqin joydan, o'sha yerda Nasrobod kanali bor, bilasiz. Sizni uyingiz oldidan o'tadi, sizga yaqin. Ana shu Nasrobod kanalining oldidan suv oson borayotgan joydan ajratamiz. Biza ishni boshlaymiz. Ana endi bunga hammani jalb qilib bo'lmaydi. Birdan men buni odat tusiga kirishini juda ham xohlayman. Mana shu hashar yo'li bilan jamoa bo'lib, mana shu ekinlarni ekib, teng bo'lib olish, ishlagan, ishlamagan. Bu yerda ishlamagan ham bo'lib oladi, lekin keyinchalik ishlamagan ham ishlaydi. Yillar mobaynida ishlamagan ham ishlaydi. Yegan uyaladi deydi-ku, yegan og'zi uyaladi degandek, uni ham ishlaydi. O'g'lini jo'natadi, nevarasini jo'natadi, kuyovini jo'natadi. Ishlaydi ular ham.
Mana shu murojaatim, mana shunga siz hozir bitta bahordan yer ajratib berasiz. Xudo xohlasa, men 20 million so'm pul to'da qilib qo'yibman. Mana shu 4-5 gektar yerga men dehqonlar bilan gaplashdim. 4-5 gektar yerni 20 million pul bilan obod qilsa bo'lar ekan. Hamma o'sha yaxshi ekin, yuqori sifat darajada berekon qilib, nima edi bu o'zini texnologiyasi bo'yicha eksa bo'lar ekan. Kattaqo'rg'on tuman Paysham shaharchamizda o'zi 6 ta mahalla tashkil qiladi. Paysham shaharchamizda 6 ta mahalla. Boring ana shu 6 ta mahallaga mabodo emas, endi xudo xolasa ajrasiz degan umiddaman. Bu oz boshlanishi o'sha Aktam aka mahalla raisini ana mahallasini yaqinidagi mahalla fuqarolari bilan qilinadi. Chunki o'zimning mahallamdagilar picha bosh qo'shmagandek bo'ldi. Undan xafa emasman. Agar mabodo kelajakda shuni odat tusiga kiritsa, 6 ta mahallaga bor-yo'q ajratsangiz 3-4 gektardan bir 20-25 gektar yer ajratasiz. Shu Paysham shaharchasini atrofidan keyin nima deydi bu suv kanalimiz, mana Oqdaryomiz bor, Nasrobodimiz bor. Suv bemalol yetadi. Suv yetmasa vazirlikka chiqasiz, sizda vakolatlar bor. Shu yerda telefon olasiz, siz o'zi asli sizning vakolatingiz bilasizmi? Vazirliklarga komanda berish. Vazirliklarga komanda berish kerak. Bu yerdagi shaharchadagi odamlarni yashash anaqasini, yashash darajasini oshirish uchun nima qilish kerakligini siz bilasiz bu yerda, mutaxassis sifatida. Shuning uchun siz ularga dalajit qilishingiz kerak. Ana bunaqa muammo bor, muammo. Dalajit ham telefon orqali emas, yozma ravishda murojaat qilasiz, yozma ravishda javob beradi ular. Chunki qosh-qovoqqa qarab yashash emas, u bizani farovonchiligimizni yaratish kerak. Maqsad shu. Uttada kelajak avlod o'sib kelyapti. Kelajak avlod misol uchun bir ish bilan band bo'ladi, bir yer nima, suv nima uni biladi. Shu nuqtai nazardan. Xo'sh, shu hozircha gapim, murojaatim Jamshidjon, to'g'ri tushunasiz, to'g'ri qabul qilasiz. Meni manfaatimga emas, sizning manfaatingizga emas. Mana shu o'zimizni mahalladoshlarimizning manfaati. Yoshlarimiz, yana takrorlayman, yoshlarimiz ish bilan band bo'lib qoladi. Sun'iy narxlarni oshishini oldini olamiz. Timboli yana bitta iltimosim bor. Qish kelyapti. Xudo xolasa svit bilan, gaz bilan отдельно shug'ullanasiz. Sababi Pirmat Usarov degan hokim bo'ladi. Chista bizani Paysham shaharchamizni shunday bir vayrona qilib ketuvdi. Qani byudjetni puli? Byudjet bu xalq xazinasi. Ushbu xazinani xalq o'z mehnati bilan yaratadi. Zavod va fabrikalardagi ishchilar mahsulot ishlab chiqaradi. Tadbirkorlar chet davlatlar bilan savdo-sotiq qilib, valyuta tushumini ta'minlaydi. Dehqonlar turli xil noz-ne'matlarni yetishtiradi. Shuningdek, o'qituvchilar, shifokorlar, ishchilar, barchamizning oylik maoshlarimizdan olinadigan soliqlar ham byudjetga tushadi. Byudjet pullari qanday maqsadlar uchun sarflanishi kerak? Avvalo, aholining farovonligini ta'minlash uchun, ya'ni maktab va bog'chalar qurish, tibbiy xizmatlar sifatini oshirish, sportni rivojlantirish, nogironlarni va ijtimoiy himoyaga muhtojlarni qo'llab-quvvatlash. Qolaversa, maoshlar va nafaqalar ham byudjet hisobidan to'lab boriladi. Bir so'z bilan aytganda, xalq puli xalqning ehtiyojlari uchun yo'naltiriladi. Lekin byudjet mablag'lariga turli tarafdan ko'z olaytiradigan kalamushlar ham borki, agar ularga qarshi kurash olib borilmasa, xalq boyligi talon-taroj qilinishi mumkin. Bu kalamushlar o'g'rilikni ochiqchasiga emas, turli qarorlar, xaridlar niqobi ostida amalga oshiradi. Ular tanish bilishlari, qarindosh urug'lari bilan birgalashib, byudjetga har tarafdan chang soladi. Aholi ehtiyojlari uchun maktab va bog'chalar, turar joylar qurish, zavod, fabrikalar ochish bahonasida milliardlab pullarni o'marishadi. Bitta kalamushni tutib jazolasangiz, o'rniga boshqasi paydo bo'ladi. Oddiy odamlar esa davlatning shuncha puli qayerga ketyapti, nega sharoitlar yaxshilanmayapti, turmushimiz farovonlashmayapti degan savollarni o'rtaga tashlaydi. Oqibatda jamiyatda norozilik, tushkunlik paydo bo'ladi. Kalamush mana shu tarzda byudjetni, oxir-oqibat jamiyatni va davlatni yemiradi. Vayrona qilib ketuvdi. Shuni ustida men nima edi, ana bilan ham uchrashuvdim. Bu hozir Toshkent viloyat hokimi oti esimdan chiqib ketdi.
Zoir Toyirov bilan ham uchrashuvdim. Biza undan norozi bo'lganimizda bizani viloyat hokimiga olib boruvdilar. O'shanda men tortishib qoldim Zoir Toyirovich bilan. Sababi davay Pirmatuz, menga aytdiki ikkita jalbachi bor edi-da. Menga aytdiki uni eshitdi, fermerni yerlarini tortib olib qamatvordi, u yoz qilib chiqdi. Keyin meni olib bordilar, men ham aytdim, menga kim nima qilyapti, ishim yo'q dedim. Menga svet bilan gazni instruksiyasi bo'yicha berib qo'ysin dedim. Uylar issiq bo'lish kerak, bolalar bor, yoshlar bor, qariyalar bor. Hammaga birdek kerak buni esa dedim. Yo, u bizani sohaga kirmaydi, uni yuqori turuvchi tashkiloti bor, endi vazirligini aytayapti-da. Lekin u Pirmat Usarov svet bilan gaz ustiga minib olgandi u odam. Keyin aytdim, bo'pti, sizlarni anolaringga vakolatingga kirmasa, ayt Pirmat Usarovga agar uy topolmasa, men uyimdan joy qilib beraman, men bilan birga yashasin. Hayli 3 xona uyni bo'shatib beraman, men bilan birga yashasin. Svetim bo'lsa, svetim bilan, gazim bo'lsa, gazim bilan birga yashasin dedim. Menga deb baqirib ketdi odam. Yoni hayli guvohlar bor, ikkovi sal qoldi yoqma-yoqa urushishimizga. Xudodan o'rgilay, mana Shavkat Miromonovich chiqardilar qarorni. Har bir hokim o'zini shahrida xursandchilik bo'lsa xursandchilik bilan, xafa bo'lsa xafa bilan, nima muammosi bo'lsa o'sha muammosi bilan birga yashaydi deb komanda berib zo'r qaror chiqaruvdilar. Zoir Toyirovich men bilan yoqma-yoqa bo'lib urushga ozgina qoluvdi. Jamshidjon, iltimos, yana iltimos qilaman. Men bu ana bo'yicha ishlayapmiz. Bu bo'yicha fermerlarimiz отдельно ishlayapti. Rejalarimiz bor degan javoblarni qilmanglar menga. Menga pulli qishloq xo'jalik mahsuloti to'g'risida gapirmayapman men. Men o'zimizni mehnatimiz, o'zimizni yerimiz, o'zimizni suvimiz orqali kelayotgan hashar yo'li mehnati bilan kelayotgan bepul qishloq xo'jalik mahsuloti to'g'risida gapiryapman. Har birimizni uyimizda qop qishloq xo'jalik mahsuloti zapas turadi. Hozir bitta qo'shniki 2 dona kartoshka bidisa yo'q deb aytadi. Chunki kartoshkani sanab olamiz. Meni o'zim ham sanab olganman vaqtida. Shuning uchun bu anonda murojaatimda yo'q degan narsani ishlatmang yoki buni ustida fermerlar ishlayapti demang. Fermerlar qanday ishlayotganini ham xalq biladi. Misol uchun qancha ro'yxatda yo'q yerlari bor. Misol uchun dorilari, o'sha yerda azotlarini, o'g'itlarini solamiz deb solmaydi. Uni men isbotlab bera olmasligi mumkin. Agar isbotlab biydikan bo'lsanglar, tuman prokuroriga murojaat qilaman. Har birini mana itta bahordan to kuzgi anosigacha tuman prokuraturasi shug'ullanadi, nazorat qiladi. Qancha gram dori solyapti, qancha texnologiya, traktorlar ishlayapti. Plus nechta odam bitta fermer xo'jaligida 100 gektar yer bo'lsa agar 100 gektar yer bo'lsa, rais bor, buxgalter bor, yana kimdir bor, bo'ldi. U 100 gektar yerda 3 kishi boshqarmaydi-ku. 100 gektar yer o'sha yerda agar ishlayotgan nima deydi, kunlikka chiqib ishlayotgan odamlar bo'layotgan bo'lsa, ana o'shalarni ham hammasini ro'yxatdan o'tkazadi. Hammasiga oylik yozadi. Hammasiga oylikdan daromadini to'lab beradi. Ana shunda byudjetimizning puli yana ko'tariladi. Ana shunda odamlarning ishsiz soni pasayadi. Chunki fermerning qo'lida noqonuniy ishlayapti odamlar. Hech qayerdan ro'yxatdan o'tmay ishlayapti. Buni aytish kerak buni. Buni hozir fermer qimmat bo'lib ketayotgan bo'lsa, nima chiqsa xalq bilan birga bo'lib olsin. U fermer shart emas, fermerning uylari etaj bo'lib ketib, qo'sha mojin bo'lib ketib. Bag'da odamlarning kartoshka piyozi palon pul bo'layotibdi. Bilmayman, endi bu jalbaga kiradimi, boshqa kiradimi, lekin meni bitta fikrim bor. O'zbekiston Respublikasida quyoshli o'lkada 4 ta fasli aniq-tiniq ishlayotgan yurtda qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotib olib yeyish kulguli. Qachonki bu bepul bo'lish kerak. Kerak bo'lsa sut mahsulotlarimiz ham bepul bo'ladi. Kerak bo'lsa go'sht mahsulotlarimiz ham bepul bo'ladi. Buni men agar dalshi bir yoqadan bosh chiqarib, agar fikrimizni qo'llab-quvvatlab, mana men aytayotgan gaplar balkim anaqadir, nima deydi? Instruksiya bo'yicha emasdir. Buni mutaxassislari bor. Faqat hamma narsani pulga choqmaylik. Dasturxonimiz to'kin sochin bo'lishini maqsad qilaylik. Ana shunda maqsadimizga erishamiz.